Andijonda uyingizning tomini premium qilib yopish necha pulga tushadi? Videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Andijon Qorasuvdamiz. Ushbu obyektni bitqizgan Musaxon masterimiz aka. Ushbu ob'ekt haqida batafsil ma'lumot bering aka. Bu joyi juda tez bitirgan obyektlarimizdan biri. Nech? 13 kunda shu holatga olib kelib berganmiz. 13 kunda. Zo'r. Endi hammaga qiziq yerida aka, nech pul ketgan? Usta haqqini gapiring. Usta haqqiga 55 million pul ketgan menga. 55 million olgansiz. Xo'p, tunkasinichi? Tunkasiga 70 million pul ketgan. Master tomdan olgansiz. Qanaqa model? Chempion modeli? Ha, chempion modelini olganmiz. Karnizlari oq bo'lgan, profnastil bo'lgan usti. Zo'r. Tunkasi qanaqa bo'lgan? Rossiya yoki Toshkent? 04 Temzeniki, Toshkentnikidan bo'lgan. Toshkentniki bo'lgan. Endi taxtalarigacha aka? Taxtalariga 48 million pul ketgan. 48 million taxtasi. Xo'p, Musaxon aka Master Tom o'zini mahsulotlariga, tunkalariga 10 yildan 15 yilgacha kafolat beradi. Ya'ni rangi o'chib ketmasligiga va zanglamasligiga. Siz usta xizmatiga qanaqa kafolat berasiz? Usta xizmatiga 1 yildan 2 yilgacha garantiya beramiz. Shu muddat ichida suv o'tib ketsa, bepulga kelib bartaraf qilib berasiz. Shunday. Obyektimizga umumiy holatda shuncha pul ketdi. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu tom shu pulga arziydimi?